Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan yurtdoshlar. Yana navbatdagi darvozamizni Namangan viloyati To'raqo'rg'onga akilib o'rnatdik. Bu Chechenskiy baston darvozamiz eniga 4 metr, balandligi 3 metr. Ekiloniga 30 sm dan nalichga chiqarganmiz, tepa taraflariga 40 sm dan nalichga chiqazganmiz. Bu darvozamiz juda ham chiroyli chiqdi. Bir ko'rishlaringiz mumkin, sifatiga bir baho berasizlar. Agar yoqsa, like, kommentariyani ayamaysizlar. Agar sizlarga shunday darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekranda telefon nomerlarimizni qoldirib o'taman. Bemalol telefon qilib aloqa chiqishlaringiz mumkin. Respublika bo'ylab 12 viloyatga dastavkalarimiz bor. Oldindan hech qanday to'lovlar yo'q. Borib o'rnagandan keyin to'lovlar qilishlari mumkin. Uni kesaklardan tanishtiradigan bo'lsak, kesaklari shu 10 to'rtlik Chevrolet qo'yganmiz. Profillari 6 ga 4 profil qo'yganmiz. Listlarga keladigan bo'lsak, 1.8 listdan toza 2 qavatli variantda ishlatganmiz. Ichlariga ponni stiklavotidan tuplini qilib 2 qavatli qilib bosganmiz. Bu darvozam juda ham chiroyli chiqdi. Kraskalari atomni bir xilda matoviy kraskalarni sepganmiz. Laklari kraskalar ponni matoviy bo'lgan. 4 yil 5 yil garantiyasi bilan kafolati bilan chiqazib beramiz yurtdoshlar. Telefon qilib aloqa chiqishlari mumkin.